Yuqori temperatura, burun oqish, tomoqda qichish va og'riq paydo bo'ldimi, birinchi o'rinda shifokor nazoratiga kelish shart. Teraflu va nemesil aralashtirib ichish bu mumkin emas. Tekshirilmagan oshqozon ichi yara kasalliklari bo'lishi mumkin. Bu doriga bo'lgan allergik reaksiyalar bo'lishi mumkin. Shu holatlarda bilib-bilmay aptekalarni tavsiyasi bilan ichish og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Undan tashqari, teraflu va nemesilni aralashtirgan holda ichish ta'sir qiluvchi moddasini organizmda dozirovkasini oshib ketish natijasida nojo'ya ta'siri ko'payadi. Nojo'ya ta'siri ko'payishi og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Hozircha tarqalgan ko'p bizda mana murojaat qiladigan kasalliklarimiz ichida bu o'sha tarvuz, qovun, mevalarni iste'mol qilish natijasida kelib chiqadigan bizda pищевая intoksikatsiya deydi, otravleniyalar yuzaga kelishi. Avvalambor hali qovun, tarvuz o'z holatiga kelib pishqchilik vaqtiga yetib kelgani yo'q. Dorilar bilan, nitratlar bilan boyitilgan holatda pishgan tarvuz, qovunlar hisoblanadi. Tashqari mevalarni uzoq vaqt oqova suvga yuvib, qaynab turgan suvga yana bir chayib turib, undan keyin iste'mol qilishni tavsiya qilgan bo'lardik.